Salom do'stlar. Men Hunt kripto boti rozigrish qilyapti do'stlar. Birinchi sezon tugadi. Mana ikkinchi sezon boshlandi. Mana birinchi sezon tugadi, ikkinchi sezon boshlandi mana. Tezroq ishlab qolinglar do'stlar. To'lovda birinchi sezon natijalari keldi do'stlar. Mana kashlikka kiraman. Pastga tushaman mana. 10 ton yechganman do'stlar. Mana status tichga bo'lgan. Endi kashrogimga kiraman do'stlar. Mana Tonkeeperga kiraman. Mana do'stlar. 10 ton kelib tushdi do'stlar. Mana qabul qilindi deyapti. Mana do'stlar. Haqqoniy do'stlar, to'lovda. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana shu konkursda o'rin olishimiz kerak. Hech bo'lmaganda nechta bu yerda o'rinlar mavjud ko'rsataman. Hech bo'lmaganda 100-o'rinni olishimiz kerak. Hozirgi paytda men 47-o'rindaman do'stlar. 47-o'rindaman. Bu yerda yana bitta rozigrish bor. Bu referallar bo'yicha do'stlar. Mana do'stlar, referallar bo'yicha ham qancha to'layapti qarang. Birinchi o'ringa $500 to'layapti qarang. Hozir 100-o'rinni ko'rsataman. 100-o'ringa $4 to'layapti. $4. Hozircha menda referal yo'q. Yana referal chaqirishga harakat qilaman do'stlar. Hech bo'lmaganda 100-o'rinni olishga harakat qilaman. Buning uchun nima qilishimiz kerak biz? Mana bu yerda airdropga kiramiz. Mana men Hunt kriptasini yig'ishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Start bosamiz. Oddiy do'stlar. O'yin o'ynaymiz. Oddiy. Ana shu o'yinni o'ynaymiz do'stlar. Mana o'zi yig'ilib boraveradi. Undan tashqari PP, Bond, kriptovalyutalarini yig'ib boramiz do'stlar. 1 million bo'lgandan keyin rozigrish tugamasa ham yechib olsak bo'laveradi. Rozigrish qachon tugaydi desanglar, 31-iyunda tugaydi do'stlar. 31-iyunda. Har oyning oxirigacha rozigrish davom etadi do'stlar. 1 oy davom etadi rozigrish. Shu oy ichida hech bo'lmaganda 100-o'rinda olib qolishimiz kerak do'stlar. Shundagina bizga to'lab beradi do'stlar. Juda oddiy mana. O'zi yig'ilib boraveradi do'stlar. Keyin bunda qurollarimizni kuchaytirib borishimiz kerak. Bo'lmasam levellarimiz oshmaydi. Bunda levellar mavjud. Har bir
Mana aytganimizdan keyin levelga oshadi do'stlar. Hozir menda 217-levelga o'tganman do'stlar. Mana 217-urovendega. Yana bunda magazin bo'limi mavjud do'stlar. Mana tiketlarni yig'amiz. Mana har kuni beradi bu tiketlarni. Bundan tashqari ichki valyutasi mavjud. Ichki valyutasini ham beradi. Kristallar beradi keyin. Kristallarga nima qilamiz? Mana qarang. Mana qurollar mavjud. Qurollarni kuchaytirib boramiz do'stlar. Hozir men qurolim 90-levelga kelgan do'stlar. 100-levelga o'tganda qurolim kuchayadi. Mana bitta qulf ochiladi, ya'ni yangi возможность bo'ladi, ya'ni yaxshiroq ochishni boshlaydi do'stlar. Mana nimani kuchaytirmoqchi bo'lsa, mana bu tepadagidan 42 ta kerak bo'ladi, pastdagidan 24 ta. Hozir pastdagidan yetmayapti o'ziga. O'shani bularni qayerdan olamiz? Mana bu yerda kristallar mavjud. Kristallarga mana bu 100 kristalga mana sotib olsak, mana tiket berdi. Bu ham yaxshi do'stlar. Urovenimiz oshmasa ham bunda airdropda o'rin olish imkoniyatimiz ko'payaveradi do'stlar. Ko'proq yig'ishimiz kerak shu tiketlarni. Qancha ko'p yig'sa shuncha o'rinimiz ko'tarilib boraveradi. Bundan tashqari bizda missiyalar bor. Video tomosha qilishimiz kerak. Tomosha qilganimizga bizga 300 dan PP, bond, kriptovalyutalardan beradi do'stlar. Bu tarafga o'tsak, bu yerda ham vazifalar mavjud. Belgilangan miqdorga yetib borgandan keyin ochiladi va bizga kristal va o'zi ichki valyutalardan berishni boshlaydi do'stlar. Bot juda oddiy do'stlar. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bot haqida ma'lumot shundan iborat bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.